Xo'p. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tinch Rasul va bu videoda tarixda birinchi marta Amerika o'zbekistonliklar uchun 10 yillik viza berishni joriy etmoqchi. Bu nima degani? Instagramda yoki boshqa YouTube'da, Shorts'da ko'rgandirsizlar. Asosan Instagramda men ham qulog'imga chalindi. Va shuni detalni qilib tushuntirib beraman. Baribir Instagramda ko'rdingiz, tushunmadingiz, ular nima deyishgan. Tarixda birinchi marta Amerika o'zbekistonliklar uchun 10 yillik viza berishni ko'rib chiqmoqda. B1, B2 vizasi deyilgan. Ko'pchilik bilmaydi, migratsion bilim 90% odamda 0. Buni albatta to'g'rilash kerak. Bu yangi rubrika, migratsiya bo'yicha yangiliklarni olib chiqamiz va butun dunyo bo'yicha Schengen vizalari bo'yicha, Avstraliya vizalari bo'yicha, ish bo'yicha yoki turistik viza bo'yicha hamma bilimlarimni o'rgatishga harakat qilaman. Sizdan hech narsa ketmaydi, shunchaki bittagina like bosib qo'yasiz va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shunchaki obuna bo'lib qo'yasiz va agar shunaqangi rubrika yoqqan bo'lsa sizga, videoni oxirigacha ko'ring. Agar yoqsa, kommentariyaga albatta yozing, men o'qiyman hammaning kommentariyasini. Shunaqa yangiliklarni olib chiqing, ko'proq qiziqarli va foydali ma'lumotlarni deb yozsangiz, men motivatsiya olib yana har kuni yoki 2 kunda bir marta shunaqangi yangiliklarni dehqonchasiga tushuntirib beraman. O'zingizga moslab tushuntirib beraman. Ya'ni chapanichasiga tushuntirib beraman. Ya'ni Instagramda aytayaptiki, Amerika birinchi marta viza bermoqchi 10 yillik. Xo'p, bu nima? Kimlar uchun? B1 nima? B2 vizasi nima? Bizga qanday foydasi bor? Har bitta yangilikda imminni sizga moslab turib, yaqinlashtirib tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Haqiqatan ham O'zbekiston amerikaliklar uchun vizasiz rejimini qo'llashni boshladi. Ya'ni Amerika fuqarolari O'zbekistonga bez viza kira oladi. Endi javob bo'lyaptiki, Amerika 10 yillik viza bermoqchi. Bu B1 va B2 vizasi. Do'stlar, iltimos sizlardan obuna bo'lmagansiz, obuna bo'ling. Meni ko'rayotganlarni 86% obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Iltimos sizlardan shuni to'g'rilab qo'yaylik, bu nohaqlik. Shunchaki bu nohaqlikka siz chek qo'ya olasiz. Xo'p, ketdik. B1 va B2 vizasi nima? Birinchi o'rinda B1 vizasi bu biznes vizasi. Ya'ni masalan biznes uchrashuvlarga borsangiz bo'ladi, Amerikaga, konferensiyalarga, seminarlarga, treninglarga qatnashish uchun beriladigan viza. Yoki bir hamkoringiz bo'lsa, u bilan muzokara olib borish uchun Amerikaga borsangiz bo'ladi. Ya'ni yoki shartnomani imzolash uchun borsangiz bo'ladi. B2 viza esa bu turistik viza hisoblanadi. Masalan, birorta bir zdaniyani ko'rgan bormoqchisiz yoki Amerikaga aylanishga bormoqchi bo'lsangiz yoki sizga taalluqli joyi, agar Amerikada qarindoshlaringiz yashaydigan bo'lsa, ular sizga taklifnoma jo'natsa, yaqinlaringizni ko'rish uchun borsangiz bo'ladi. Masalan, deylik, green card yaqin, green cardni deylik, o'g'lingiz yutdi, o'zi o'ynagan, oilaviy o'ynamagan. Maktab bitirgan, o'zi o'ynagan, ya'ni 18 yoshdan yuqori, 11 sinfda bitirgan va green card yutgan. Ketdi 6 oy, 7 oy, 1 yil bo'ldi. Endi ota-onasini yoki yaqin qarindosh bo'lish kerak. Ota-onasi yoki aka-ukasi bo'lsa, ularga shunaqangi taklifnoma jo'natsa, siz B2 vizasiga topshirasiz va sizga 10 yillik viza beriladi. Mana shu joyi plus. Lekin green card yutib ketgan bo'lsa, B2 vizasiga faqatgina yaqin oila a'zolari, ota, ona, aka, uka, singil, opa topshira oladi. Ya'ni amma, xola, tog'a, amaki topshira olmaydi. Kurslarga qatnashish uchun sertifikat bermaydigan. Ya'ni bu degani, sertifikat berib qolsa, u diplomatik sertifikat berib qolsa, bu ancha yillik bo'ladi. Ya'ni padkursga borsa 1 yillik padkurs olinadi o'zi aslida. Ya'ni bu vizani bitta qonun qoidasi bor, tushuntiraman. Nima uchun? Bakalavrga emas yoki magistrga emas. Chunki ularga 1 yillik beriladi, keyinchalik cho'zib 4 yil yoki 1 yildan 2 yilgacha cho'zsa bo'ladi. Bu vizani bitta nozik joyi bor, o'shaning uchun anaqa uzoq muddatga berilmaydi, lekin 10 yillik. Qanday uzoq muddatga berilmaydi, lekin 10 yillik. Hozir tushuntiraman. Demak, B1 va B2 vizasi ishlash, diqqat qiling, o'qish yoki ko'chib o'tish huquqini bermaydi. Endi 10 yillik viza degani nima degani? Ya'ni sizga stiker uriladi, 10 yillik amal qiladi u viza stikeri. Lekin har bir marta Amerikaga bir marta masalan vizani oldingiz 10 yillik stiker urildi.
Siz Amerikaga bordingiz, 6 oygacha vaqt beriladi sizga qolishga. Shuning uchun ham o'qish uchun emas bu. O'qishda 1 yil beriladi. Ya'ni ikkita bahor va kuzda o'qilsa, ya'ni общий-то 1 yil bo'ladi. Ta'til 3 oy, 6 oy. Xo'p, bu vaqtni uzaytirish orqali ko'proq qolish mumkin, lekin uzaytirish uchun asos bo'lish kerak, ya'ni sabab bo'lish kerak. Ya'ni shu. Agar sizga qaysidir ma'qul keladigan bo'lsa, sizning maqsadingizga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri kelsa, harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, green card yaqin. Kimga anketani ishonchli qilib to'ldirib berish xizmati kerak bo'lsa, albatta kommentariyada lichka qoldiraman. O'sha lichkaga o'tib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xohlasanglar Rossiyadan turib o'ynanglar, xohlasanglar Turkiyadan, xohlasanglar O'zbekistonning birorta bir joyidan turib o'ynaysanglar ham bo'ladi. 100% ishonchli, o'zim tavsiya qilaman. Xo'p do'stlar, agar shunaqangi rubrika yoqqan bo'lsa sizga, albatta like bosingda, imkon qadar o'zingizni fikringizda yoki savolingizda keyingi videoda ish topish bo'yicha video qilaymi, turistik viza olish bo'yicha video qilaymi, Angliyaga mavsumiy ish bo'yicha video qilaymi, yoki Amerikaga boshqa viza turlari orqali borish haqidami, yoki Kanadaga turistik vizasini olib ish uchun borsa bo'ladimi, yoki Angliyaga mavsumiy ishga borib turib neligan bo'lib ishlasa bo'ladimi? Qaysi mavzu haqida video qilay? Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar. Sizlar bilan Tech Rasul ajratgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Hammaga rahmat.